Akalarimiz mana non olib keldilar. 5 million dollarlik shartnomalarini bugun Afg'onistonda nishonlayapti. Dog'lariga olib keldilar. Hovuz, juda katta yer mana bu yoqda bog'. Men bu manzarani bitta ko'ringlar. Buni ta'riflashga til ojiz. Mana shu joylarda. Afg'onistonda konsert qilib, showroomimizni ochamiz. Protsessni hammasini sizlarga ko'rsatib boramiz. Afg'onistonda tez orada Kontrast kompaniyasini showroomi ochiladi. Qanaqa buncha mehribongarchilik, mana bunaqa mehmondo'stlikni agar ketishingiz mumkin, Afg'onistonda ishlamasligingiz mumkin edi. Qanaqa qilib? Ishlarimiz bo'yicha ham bir Afg'onistonda xonadon xarid qilmoqchimiz. Bitta mana Elyor akam, bitta men. Biz gaplashib ham qo'ydik. Xonadonlarning eng zo'ri Sultonzoda degan qurilish kompaniyasi ham bor ekan bu yoqda. Mazori Sharifda xonadonlar qilayotgan ekan. Kvadrati, 1 kvadrati atigi 500 dollardan ekan, под ключ. Полный remont, mebel, hamma jihozlari bilan birgalikda. Rasrochkaga ham beramiz dedilar. Любой o'zbek kelsin, shundoq beraman rasrochkaga, bo'lib to'laveradi dedilar. Hech qanaqa foiz ustiga minmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Maza qilib ishlash kerak deyaptilar. Qaranglar, akalarimiz mana shunaqa qiladi, hozir bizga shashlik qilib beradilar. Ko'rganmisizlar shunaqasini? Yo'q, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Afg'on xalqiga har taraflama minnatdorchiligimizni bildiramiz. Akalarimiz bilan yaxshi kelishdik. Muzokaralarimiz zo'r o'tdi. Ana endi bugun bayram.